Chog'ida ruhoniy oilada dunyoga keldi. Uning yoshligi juda ham ko'p qiyinchiliklar davri bilan boshlandi. Chunki o'sha davrda Chor hukumati O'rta Osiyoni bosib olgan. U har kuni kun osha qo'zg'olonlarni ko'rib, jamiyatdagi adolatsizliklarni ko'rib voyaga yetdi. Uning ayniqsa juda ham paradoksal holatga solgan voqea bu 1898-yil Dukchi-Eshon qo'zg'oloni. Mana shu qo'zg'olondan keyin Mahmudxo'ja Behbudiy o'zini do'stlarini, o'zini hamkasblarini, o'zini salaflarini yig'ib mashvarat qilib, nega Turkiston xalqi bunday holatga tushdi? Buning sababi nima degan savolni o'rtaga tashladi va ilmsizlik ekanligini birinchi bo'lib Mahmudxo'ja Behbudiy o'zini salaflariga aytdi va maktab ochish kerakligini, maktab ochdi hamda jurnal, gazeta ochdi. Undan tashqari Mahmudxo'ja Behbudiy 1911-yil Padarkush dramasini yozdi. Bu drama o'z davrida juda ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi. 13-yil matbuotga chiqdi, 14-yil sahnalashtirildi. Mana shu drama juda ham katta voqeliklarni o'z ichida olgan drama. Bir qarasangiz juda bir maishiy mavzuga o'xshab tuyuladi, lekin aslida tagiga chuqurroq qarasangiz ijtimoiy mavzu unda yetakchilik qiladi. Sababi bu yerda 50 yoshlik boy, uning 15 yoshlik o'g'li. O'g'lini u boy o'qitmay tarbiyalayotgan edi. Shuning uchun unga juda ham ko'p tanbehlarga sabab bo'ldi. Sababi o'sha davrda ko'zga ko'ringan ulamosi, ya'ni mullasi kelib, o'g'lingizni o'qiting, o'qitmasangiz bo'lmaydi degan bir gapni aytadi. Lekin boy o'sha mullani uydan haydab soladi. Yana bu yerda yana bir obraz bor, bu jadid obrazi bor. Jadid obrazi ham mana shu yerda namoyon bo'ladi. Zamonaviy kiyingan kishi kelib unga tanbeh beradi. O'g'lingizni o'qiting, ma'rifatli qiling. Sizdek kishi, boy, badavlat kishi farzandini o'qitmas ekan, boshqalardan nima umid qilamiz deydi. Lekin uni ham boy uydan haydab soladi. Mana shu ikkita obraz nihoyatda muhim obraz, sababi birinchi kelgan kishi mulla, ya'ni qadimchilar obrazi, zamonaviy kiyingan kishi jadidchilar obrazi. Shu bilan Mahmudxo'ja Behbudiy nima demoqchi? Qadimchilar obrazini ham, jadidchilar obrazi ham bir motiv atrofida birlashadi. Ya'ni millatni ziyoli bo'lishini istaganlar edi. Keyin yana bu yerda ikkita yana obraz bor, muhim obraz bu Armani yigit Artun obrazi va Liza degan rus ayolining obrazi bor. Endi Armani yigiti Artun o'sha davrda o'sha Armanistondan kelgan, Arman xalqiga mansub kishi o'sha markaziy shaharga yemakxona ochgan, ya'ni o'sha endi u yerda ichkilik, bozlik, boshqa shunaqa ko'ngilochar joy bo'ladi. O'sha yerga boyning o'g'li Toshmurod o'zini do'stlari bilan keladi. U yerda Toshmurod mast bo'lgandan keyin Toshmurodning do'stlari aytadiki, endi fohishaga ham boramiz deydi. Chunki o'sha paytida bizga ma'lumki, Chor hukumatini 5 ta strategiyasi bo'ladi. Shu 5 ta strategiyani bittasi bizda dinimizni yo'qotish, ikkinchisi bizda tilimizni yo'qotish, uchinchisi bizda tariximizni yo'qotish, to'rtinchisi toponimlarni yo'qotish va shu beshinchisi genimizni yo'qotish edi. Shuning uchun ham mana shu Mahmudxo'ja Behbudiy aynan Artun obrazi bilan birga Liza degan fohisha qizni ham obrazini kiritadi. Uni do'stlari pul kimda bor? Sanda bor deydi. U aytadi, Toshmurod aytadi, menda pul yo'q deydi. Demak, pul sani otangda bor deydi. Ular birgalikda keladi. Boy uyda uxlayotgan bo'ladi. Xudoy pul degan yigit sandiqdan pul olayotgan paytida boy uyg'onib ketadi. Keyin boy uyg'onib ketib boyga hamla qiladi. Boyni ko'ksiga pichoq qadab boyni o'sha yerda o'ldiradi. Toshmurod padarkush bo'ladi. Voqea mana shu bilan tugaydi. Lekin bu yerda Behbudiy nima demoqchi? Aslida padarkush bir kishining otasini o'z qo'li bilan o'ldirish emas, unga sababchi bo'lgan kishi ham padarkush bo'lishi mumkinligini aytadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu bilan Behbudiy aytmoqchi bo'lgan g'oya shuki, millat bolalarni o'qitmas ekan, millat betarbiya bo'lar ekan, otalar o'laveradi. Ya'ni millat bo'lib shakllanmaydi degan bir konsepsiyani ilgari suradi. Ya'ni boy ota millatga ishora hisoblanadi. Shuning uchun ham Mahmudxo'ja Behbudiy mana shu asaridan keyin
juda ham ko'p bahs munozaralarga sabab bo'ladi mana shu asar. Sababi endi Chor hukumati o'sha paytda o'zini yashirincha ro'yxati tuziladi. Shu ro'yxatning birinchisida Mahmudxo'ja Behbudiy turadi. Sababi Behbudiy Chor hukumati uchun juda xavfli odam sifatida e'tirof etiladi. Endi Behbudiyni orqasidan chekistlar tushadi. Behbudiy ta'qib ostiga olinadi. 1917-yil Rossiyada davlat to'ntarishi bo'ladi. Nikolay II taxtdan ag'darilgandan so'ng Mahmudxo'ja Behbudiy o'zini salaflarini, o'zini do'stlarini mashvarat qilib yig'ib, biz ham mustaqillikni qo'lga kiritsak bo'ladi. Hozir Rossiya o'zi bilan o'zi bo'lib turganda biz mustaqillikni qo'lga kiritishimiz kerak degan bir mujdani o'rtaga tashlaydi. Bu ishni amalga oshirish uchun o'zini do'stlari bilan harakatni boshlab yuboradi. Turkiston muxtoriyatini tuzadi. Turkiston muxtoriyati ham 72 kungina yashadi. Mahmudxo'ja Behbudiyga Chor hukumati o'sha paytda taklif etadi. Afg'onistonga elchi bo'lib borishligini so'raydi, lekin Mahmudxo'ja Behbudiy Afg'onistonga elchi bo'lib ketsa, bu yerdagi ishlar amalga oshmay qolishini bilib, Mahmudxo'ja Behbudiy u yerga borishdan bosh tortadi. 1919-yil Behbudiy endi madadni Turkiyaga, ya'ni Antanta davlatlaridan so'ramoqchi bo'ladi va Usmoniylarning so'nggi imperatori Abdulhamidxon bilan uchrashishni rejalashtiradi. Shu bilan yo'lga chiqadi. Shahrisabzda Mahmudxo'ja Behbudiy qo'lga olinadi. Qarshi shahriga olib kelib hibs qilinadi. 1919-yil 25-mart kuni yarim tunda Mahmudxo'ja Behbudiy Nurullo Og'aliq tomonidan qatl qilinadi. Uni qatlini qilib kechasi yarim tunda avloq bir yerga ko'mib tashlanadi. Xalq buni avvalga xalqqa Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiyaga qochib ketgan, chet elda yuribdi degan bir gapni aytadi. Lekin 1923-yil Mahmudxo'ja Behbudiyni o'ldirgan Nuriddin Og'aliqni Samarqand yaqinidagi Registonga 5000 xalqning ichiga Nuriddin Og'aliqni dorga osib qatl qiladi. Bu bilan chekistlar nima qilmoqchi bo'ladi? Jadidchilar bilan qadimchilarni bir-biriga jiqqanmush qilish uchun aynan Mahmudxo'ja Behbudiyni jinoyatini ochadi. Aslida bu shunchaki oddiy hodisa emas edi. Shundan keyin bizda o'zimizda Turkistonning o'rtasida ikkiga bo'linish bo'ladi, qadimchilar va jadidchilar bo'ladi. Mahmudxo'ja Behbudiyning o'limiga o'zini o'sha davrda ko'zga ko'ringan ilm ahli ziyolilar o'zini keskin munosabatlarini bildiradi. Bir qancha maqolalar yoziladi. Cho'lpon Marsiya yozadi. Fitrat Marsiya yozadi. Sadriddin Ayni ham Marsiya yozadi. Seni bundan buyon To'ron ko'ra olurmi, ko'ra olmasmi? Seni mislingni Turkiston topa olurmi, topa olmasmi degan bir o'tli satrlarni bitadi. Mahmudxo'ja Behbudiy birinchi qatag'onga uchragan birinchi jadid hisoblanadi. Lekin afsuski bir qancha qatag'on qurbonlari 56-yil oqlandi, lekin Mahmudxo'ja Behbudiy oqlanmadi. Mustaqillik yillarida ham Mahmudxo'ja Behbudiyga munosabat bu darajada berilmadi. Sababi bu kishi haligacha bu kishining qarashlari bir jumboqligicha kelayotgan edi. 2020-yil prezidentimiz tomonidan Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonovlarga buyuk xizmatlari ordeni berildi. Mana shundan keyin Mahmudxo'ja Behbudiyga munosabat tubdan o'zgardi.